Ular Ushbu ma'ruzamiz ko'krak qafasidagi og'riq sindromining qiyosiy tashxisiga bag'ishlanadi. Yurak-qon tomir kasalliklari orasida yurak sohasida og'riq bilan kechadigan bir qator kasalliklar mavjud bo'lib, ushbu kasalliklar koronar qon tomirlarining zararlanishi, ya'ni aterosklerotik kardioskleroz tufayli kelib chiqadigan yurak ishemik kasalliklari, stenokardiyalar, yurak ishemik kasalliklarida miokard infarkti hamda koronar qon tomirlarining zararlanishi kuzatilmaydigan ba'zi yallig'lanish kasalliklarini o'z ichiga oladi. Ushbu kasalliklardan perikarditlarda yurak sohasida to'ntoq xarakterdagi og'riqlar vujudga kelib, og'riqlar yo'talganda, chuqur nafas olganda va ba'zida yutinganda kuchayishi bilan xarakterlanadi. Ushbu holatda bemorlar chuqur nafas olishdan qo'rqib, o'zini jismoniy zo'riqishini cheklashga harakat qilishadi. EKGda o'ziga xos ST segmentining o'rta chiziqdan yuqorida ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, echokardiografiyada perikarditga xos o'zgarishlar bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, eksudativ perikarditda EKGda barcha EKG tishchalari voltajining pasayishi bilan xarakterlanadi. Miokarditlarda yurak sohasida og'riq kuzatilishi xos bo'lib, ushbu og'riqlar turli yallig'lanish kasalliklaridan keyin, gripp infeksiyasidan keyin kelib chiqishi bilan xarakterlanadi. Og'riqlar odatda ko'krak qafasining chap tomonida yoki prekardial sohada joylashadi va uzoq davom etishi bilan xarakterlanadi. Ushbu og'riqlar sanchuvchi yoki bosuvchi xarakterga ega bo'lib, jismoniy va ruhiy zo'riqishga bog'liq emas. Ba'zan og'riqlar stenokardiya xurujlarini eslatsa-da, nitroglitserin va boshqa antianginal dori vositalari samara bermaydi. Prekardial sohada og'riq vujudga kelishi bilan kechadigan yurak kasalliklaridan biri kardiomiopatiyalar hisoblanadi. Kardiomiopatiyalarda miokardning noma'lum etiologiyali zararlanishi xos bo'lib, kardiomiopatiyalarning bir qator turlari farqlanadi. Ulardan gipertrofik kardiomiopatiyalar, dilatatsion kardiomiopatiya, restriktiv kardiomiopatiya, periportal kardiomiopatiya, dismetabolik kardiomiopatiya kabi shakllari farqlanadi. Kardiomiopatiyalarda yurak sohasida bosuvchi og'riq kuzatilib, ushbu og'riq bemorlarda umumiy ahvolning yomonlashishi, bundan tashqari kuchli hansirash belgilarini namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Obyektiv ko'rikda bemorlarda akrotsianoz belgilarining mavjudligi, bundan tashqari hansirash belgisining mavjudligi va auskultativ o'ziga xos klinik belgilarni namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Birinchi navbatda surunkali qon aylanish yetishmovchiligi belgilari yaqqol namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Kasallik nisbatan yoshlar orasida uchraydi va uni gipertrofik, dilatatsion va restriktiv turlari va bir qator turlari farqlanadi. Gipertrofik kardiomiopatiyada asosan chap qorincha va devorlararo to'siqning gipertrofiyasi bilan xarakterlanib, gipertrofik kardiomiopatiya bilan og'rigan bemorlarda o'choqli va diffuz qatnashgan miokardial o'zgarishlar kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Ushbu holatda bemorlarda yurak sohasida og'riqlarni vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Bemorlarda yurak sohasida va to'sh ortida og'riqlarni vujudga kelishi kuzatiladi. Bundan tashqari bemorlarda bosh aylanishi, hushdan ketish xurujlari, hansirash, yurak urib ketishi kabi shikoyatlarni aniqlashimiz mumkin. Kardiomiopatiyalarda asosiy diagnostik metodlardan biri echokardiografiya metodi hisoblanib, bundan tashqari elektrokardiografiyada o'ziga xos o'zgarishlarning bo'lishi kuzatiladi. Dilatatsion kardiomiopatiyalar orasida ko'p uchraydigan kardiomiopatiyalarning biri hisoblanib, dilatatsion kardiomiopatiyada miokardning funksiyalarining buzilishi
ya'ni sistolik funksiyasini buzilishi bilan xarakterlanadi. Kardiomiopatiyalarda surunkali yurak yetishmovchiligi klinik belgilari yaqqol namoyon bo'lishi bilan kuzatilib, obyektiv belgilardan bemorlarda xansirar, agratsionoz belgilari va surunkali qon aylanish yetishmovchiligi belgilari yaqqol namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, dilatatsion kardiomiopatiyalarda yurak tomonidan xavfli aritmik asoratlar, ritm buzilishlari, hiqillovchi aritmiya, ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi vujudga kelishi, turli ritm buzilishlari va bemorlarda tromboembolik asoratlarni vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Restriktiv kardiomiopatiyada endomiokardial miofibroz kuzatilib, ushbu kasallikda miokardning dilatatsion diastolik faoliyatini keskin buzilishi bilan xarakterlanadi. Barcha kardiomiopatiyalarda kardiomiopatlarda distrofik, destruktiv o'zgarishlarning vujudga kelishi yurak faoliyatining chuqur buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari bir qator kasalliklarda yurak sohasida og'riqning vujudga kelishi xos bo'lib, ushbu kasalliklarda ortilgan yurak nuqsonlari, mitral klapan nuqsonlari, mitral stenoz, mitral klapan prolapsi, mitral teshik klapan yetishmovchiligi kabi yurak nuqsonlari kiradi. Yurak kasalliklaridan yurak ishemik kasalliklari, stenokardiyalar va miokard infarktida 80% holatlarda yurak sohasida og'riqlarni vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Yurak tomirlarining zararlanishi bilan bog'liq bo'lgan ko'krak qafasidagi og'riqlar, aortaning qavatlanuvchi anevrizmasi aksariyat holatlarda uzoq muddat davomida arterial gipertenziya bilan og'rib yurgan bemorlarda kuzatiladi. Bundan tashqari, birlamchi o'pka arteriyasi gipertenziyasi yurak sohasida, perikardial sohada og'riq vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, perikardial sohada og'riqning vujudga kelishi o'pka, plevra va koks oralig'i a'zolari kasalliklarida ham vujudga keladi. Ushbu kasalliklarda yurak sohasidagi og'riqlarni o'ziga xos bir qator farqlari bilan namoyon bo'ladi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasi tibbiyotda ko'p kuzatiladigan dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanib, ushbu kasallik to'satdan vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasida ko'krak qafasida o'ta kuchli og'riq to'satdan vujudga kelishi va o'pka markaziy arteriyasi massiv tromboemboliyasida qon tuflash, arterial qon bosimining keskin tushib ketishi, hushdan ketish belgisi bilan namoyon bo'ladi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasi vujudga kelishida hamroh kasallik sifatida oyoq qon tomirlari yuzaki joylashgan varikoz qon tomirlari yallig'lanishi holati kuzatiladi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasida o'ziga xos EKG belgilarining vujudga kelishi, P pulmonale, S1, Q3, T3 sindromi, ya'ni birinchi standart tarmoqda chuqur S-ishchi, uchinchi tarmoqda esa yaqqol namoyon bo'lgan Q, hamda manfiy T-ishchi hamda gistdam o'ng oyoqchasining blokadasi ushbu kasallikka diagnoz qo'yishda muhim diagnostik kriteriy bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, o'pka arteriyasida qon bosimining dopplerografiyasi ham muhim diagnostik kriteriy bo'lib hisoblanadi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasi tibbiyotda to'satdan o'limga olib keluvchi kasalliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, bir qator kasalliklarda ko'krak qafasida og'riq bo'lishi, ya'ni spontan pnevmotoraks, klapanli pnevmotoraks kabi holatlarda ko'krak qafasida og'riq vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, o'tkir zotiljam. Biz bilamizki, ko'rpoz zotiljamda plevra varaqlarining yallig'lanishi kuzatilib, ushbu holatlarda ko'krak qafasida kuchli og'riq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Og'riqlar
xavfi, ya'ni o'lim xavfi bilan kechmaydi. Ushbu holatda bemorlarda zotiljamga xos bo'lgan belgilar, ya'ni yo'tal, balg'am ajralishi, akratsion nos, hansirash belgilari bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bir qator kasalliklarda, ya'ni plevritlarda ko'krak qafasida og'riq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Biz bilamizki, plevritlar zotiljam kasalligida, o'pka silida kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari xavfli o'sma kasalliklarida, kam holatlarda biriktirish to'qimaning diffuz yallig'lanish kasalliklarida va surunkali buyrak yetishmovchiligida poliserazitlar ko'rinishida namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'pka raki kasalligida ko'krak qafasida bosuvchi xarakterdagi simillovchi og'riq xarakterli bo'lib, ushbu kasallikka xos bo'lgan klinik belgilar bilan yaqqol namoyon bo'ladi. O'pka raki kasalligida ko'krak qafasidagi og'riqlar bilan birgalikda bemorning tana vaznining keskin kamayishi, bundan tashqari yo'tal, qonli balg'am ajralishi kabi holatlar kuzatiladi. Ushbu kasallikda o'ziga xos onkomarkerlarni mavjudligi, ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasida o'pka rakiga xos belgilarning aniqlanishi, ko'krak qafasi rentgenografiyasida o'pka rakiga xos belgilarning kuzatilishi xarakterli hisoblanadi. Demak, bundan tashqari bir qator kasalliklarda, qizg'ingach axalaziyasida, ko'krak qafasi pastki qismida simillovchi xarakterdagi og'riqlar xos bo'lib, ushbu og'riqlar ovqat hazm qilish tizimi belgilari, ya'ni hazm tizimi kasalliklari shikoyatlari bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bir qator kasalliklarda, ya'ni refleks ezofagitda ham prekardial sohada simillovchi og'riqning vujudga kelishi, bundan tashqari og'riqlarning ovqat qabul qilish bilan bog'liq holatda ekanligini e'tiborga olishimiz lozim. Ushbu holatda paraezofageal churralar keltirib o'tilgan. Ushbu kasallikda ham ko'krak qafasida diskomfort kabi, bundan tashqari ovqat hazm qilish tizimi kasalliklariga xos bo'lgan shikoyatlar, ovqat hazm qilishni buzilishi kabi shikoyatlar bilan ketishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari ko'ks oralig'i a'zolari kasalliklarida, buloqlardan o'suvchi o'smalarda, mediastinal sarkoma, limfogranulomatoz kabi kasalliklarda ham ko'krak qafasida simillovchi xarakterdagi og'riqlar bo'lishi bilan xarakterlanadi. Biz bilamizki, yurak ishemik kasalligida ko'krak qafasidagi og'riqlar mos davo, standart bo'yicha davo, ya'ni antianginal davolashdan keyin kamayishi bilan xarakterlanadi. Ushbu jarayonda nitroglitserin dori vositasi bizga juda ham yordam beradi va biz ko'krak qafasidagi og'riqlarni differensial diagnostikasida klinik belgilar va davo preparatlariga asoslangan holatda, bundan tashqari diagnostik metodlarga, laborator, instrumental tashxis mezonlariga asoslangan holda to'liq klinik tashxis qo'yishga asoslanamiz. Mediastinit o'tkir boshlanib, to'satdan rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, ushbu kasallik perikardit, plevrit va pnevmoniyalar bilan birga qo'shilib kelishi bilan xarakterlanadi. Qorin bo'shlig'i a'zolari kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan ko'krak qafasidagi og'riqlar. Oshqozon yara kasalligida ham ko'krak qafasida, bundan tashqari qorin epigastral sohada og'riq kuzatilishi xos bo'lib, ushbu og'riqlar ovqat qabul qilishga bog'liq holatda kuzatiladi. Bundan tashqari o'ttosh kasalligida ko'pincha reaktivni kardial tizimda og'riq bo'lishi bilan, ya'ni prekardial sohada og'riq bo'lishi bilan xarakterlanadi.
Umurtqa pog'onasi kasalliklari va nuqsonlari bilan bog'liq bo'lgan ko'krak qafasidagi og'riqlar. Umurtqa pog'onasi bo'yin qismi osteoxondrozi 50% ga yaqin bemorlarda ko'krak qafasidagi og'riqlarni namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Og'riqlar to'mtoq va diffuz xarakterga ega bo'lib, og'riqlar antianginal dori vositalaridan keyin kamaymasligi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, og'riqlar nevrologik ildizlarda mos kuchayishi bilan xarakterli hisoblanadi. Umurtqa pog'onasi ko'krak qismi osteoporozi rivojlanishida quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega. Birinchi o'rinda kalsiy osteoporoz belgilarini namoyon bo'lishi, uzoq vaqt davomida glikokortikosteroid qabul qilgan bemorlar, bundan tashqari tireotoksikoz, Itsenga Kushin kasalligi, modda almashinuvi buzilishi kabi holatlarda ushbu klinik belgilarni namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari bir qator kasalliklarda, Bexterov kasalligida bemorlarda aorta qapoqlarining shikastlanishi sababli yuzaga keladigan perikardial sohadagi og'riqlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu holatlarda biz differensial diagnostik tadbirlarni o'tkazib, ya'ni klinik va diagnostik laborator tahlillarga asoslanib, mos davo metodlarini qo'llashni lozim ko'ramiz. Umurtqa pog'onasidan tashqarida ko'krak qafasi suyaklari va mushaklariga bog'liq bo'lgan og'riqlar. Ko'krak qafasi suyak qovurg'a strukturasining buzilishi bilan kechadigan Tsitsi sindromida, ya'ni qovurg'a tuz suyagi sindromi holatida ham perikardial sohada og'riq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Ushbu kasalliklarda ham ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qovurg'alarni oldingi uchini, ayrim holatlarda o'mroq tuz suyagi birikmasini zararlanishi aniqlanadi. Ushbu holatda rasmda keltirib o'tilgan. Demak, biz barcha kasalliklarda qiyosiy tashxis o'tkazib, mos davo metodlarini tavsiya etamiz. Bundan tashqari, ko'krak qafasidagi og'riqlar ruhiy holatlar bilan bog'liq bir qator kasalliklarda kuzatiladi. Bu demak, bir qator asab tizimidagi o'zgarishlar bilan kechishi bilan xarakterlanadi. Demak, biz yuqorida aytib o'tilgan barcha kasalliklarda asosiy kasallikni differensial diagnostik belgilariga tayanib, standart bo'yicha mos davolash diagnostik usullarini tavsiya etamiz va bemorlarda kasallikni bartaraf etishga erishamiz.